bola maktabga chiqquniga qadar yozishi, chizishi o'rgangan bo'lishi shartmi yoki shart emasmi? Albatta hozirgi vaqtda shart. Keling, men sizga hozir buni eng asosiy sababini tushuntirib beraman. To'g'ri, ilgarilari bog'chada faqatgina tarbiya berilardi. Men eslolmayman, bizni o'qishni, yozishni bilib borganimizni. Ayniqsa yozishni, o'qishni maktabda o'rganganmiz. Shuning uchun ham bog'chada tarbiyachi, maktabda esa o'qituvchi bo'lardi. Ana endi zamon o'zgardi. Bolalar maktabga kirishdan oldin kirish imtihonlari mavjud va uni topshirishlari shart. Buni ular xohishiga binoan, ota-onaning xohishiga binoan yoki bo'lmasa o'quv kurslariga boriladi yoki qanaqadir o'qituvchilarga uyiga qatnaydigan bolalar bor va yana maktablarda hozir qoshida nolvoy sinflar ochilgan, u yerda ham o'rganish imkoniyati bor. Lekin Emomali baribir bog'chadan bolalar ko'proq ilm olib borishyapti. Buni o'zimni bog'cha misolida tushuntirib beraman. Bu yil 5 ta tarmog'imizdan 150 dan oshiq bolalar maktabga borishadi. Bizni bog'chamizni guruhdan guruhga o'tib o'rganishni eng asosiy ustunlik tomoni bolalarimiz o'yinlar orqali o'rganishadi. Buni yana bir ustunlik tomoni bolalarimiz yodlab, ya'ni programmani, mavzularni yodlab bormaydilar, o'yin orqali guruhdan guruhga o'tayotganlarda o'rganib borishadi. Bu ularga maktabda ustunlik beradi. Aynan shuning uchun ham bizni bog'chadan chiqqan bolalar liderlar safida o'qib borishyapti. Bu meni shaxsiy fikrim va zamon talabi. Keling, ota-onalardan ham so'rab ko'ramiz. Farzandingiz maktabga chiqqunga qadar o'qish, yozishni o'rganishi shartmi yoki bu ishlarni maktabda o'rganish kerakmi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.